Assalomu alaykum, Barako'z kanalining aziz obunachilari, bizni kuzatib borgan aka opa-singillar. Biz sizlar uchun Gipkamen biznesimizni yoritib bermoqchiman. Narxlari, bu odamlarga ziyoni bormi, tarkibida nima bor? Videoda oxirigacha ko'rsanglar, batafsil ma'lumotni beramiz. Videomiz oldindan kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hozirda bularimiz oq miramirlarimiz mana pechat oldik. Lak sepib qurityapmiz. Anchadan beri video qo'ymay qo'ydim. Ayibga buyurmaysizlar. Men shaxsan o'zim Gipkamenni o'zim chiqaryapman. Shunga ozgina vaqtim bo'lmayapti. To'g'ri qabul qilib olasizlar. Mana ular oq miramirlar. Hozir yoqda qora miramirlar ham bor. Mana bular qora miramirlar. Ular ham quritilyapti. Mana bu yerda ham qora miramirlarimiz bor. Hop, buni tarkibida nima borligini aytsam hozir. Tarkibida mana shisha tolasidan bo'lgan mana stexlohozlarimiz bor. Birinchi qatlami shu bo'ladi. Mana stexlohoz bo'ladi. Buni mayga qo'yib ustidan bunday akril kley bor. Shu kleyni surtamiz. Mana qavalida surtib, tarkibida birinchi stexlohoz bor. Stexlohoz. Ikkinchi o'rinda kley bor. Uchinchi o'rinda tarkibida mana miramir kroshka deyiladi, tosh bor. Miramir tosh. Bu mana quyoshda yaltillaydi. Yaltillaydi. Hop. Bunga kley surkaladi. Kley surkalgandan keyin bunda press qilinadi. Press qilingandan keyin mana qilib yayib olamiz. Yayib olganimizdan keyin ustiga lak sepamiz. Kleyni suvga aralashtirib, lak qilib sepamiz. Lak sepimizdan maqsad hozir lak sepishimizdan maqsad mana bunga lak sepilgan. Loy sachrasa ham, yuvchalar ham hech narsa bo'lmaydi. Tosh to'kilmaydi. Tosh to'kilmasligi uchun lak sepamiz. Mana ko'ryapsizlar? Yaltillayapti. Miramir kroshka. Mana bu yoqda tayyor bo'lgan qora miramirimiz bor. Hozirlarga sinadi deganlar uchun, yirtilib ketadi deganlar uchun, to'g'ri yirtilib ketadi. Ma'lum miqdorda yirtilib ketadi. Kelib turing, zikrlarni o'rtaga birga chiqaramiz. Bunday bukunchi sinamikin. Bunday buklab tashlaychi. Taklab tashlasanglar ham endi bismillah. Mana hech narsa bo'lgani yo'q. Qora miramir hech narsa bo'lgani yo'q. Mana bu yoqda quritilyapti. Bu suvga ham chidamli. Mana ushlab turinglar. Mana ichida suv bor. Suvni sepamiz. Hech narsa bo'lgani yo'q. Mana suvga chidamli. Endi buni ho'l bo'ldimi? O'sha uni sekkani ustiga qo'yib qo'ysa, zikrlar bor, uni ustiga qo'yib qo'ysa, qurib qoladi. Hop, endi buni uyning ichiga qilsa bo'ladimi deganlar savollar bo'lyapti. Uyning ichiga qilsa bo'ladi. Buni fosforli varianti ham bor. Fosforli varianti juda go'zal chiqadi. Fosforli varianti qanaqa bo'ladi? Mashina ustiga fosfor qilib beramiz. Mana yorug'dan, quyoshdan nur olib, kechasi yonadi svetlovchi, to'ksiz quyoshdan zaryadga olib yonadi. Mana hozir devorga yopishtirganini ko'rsatib bera olmayapmiz. Telegramda kanallarimiz bor.
kommentariyaga yozib qo'yinglar, kanallarimizga qo'shib qo'yamiz. Tayyor uyga yopishtirilgan, qilgan. Buni dastavkasiga keladigan bo'lsak, dastavkalarni kelishamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 55 ming so'mdan kelishtirib beramiz. 150 kvadrat, 200 kvadratdan oshiq olgan odamga dastavkalarni qilib beramiz. Xudo xolasa. Pastga nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bitta like, obuna bo'lish tugmachasini esib qo'ysanglar, sizlardan juda xursand bo'lamiz. Mana bu ishni boshlamoqchi bo'lganlar uchun, o'rganmoqchi bo'lganlar uchun aloqaga chiqsanglar, o'rgataveramiz. Mana oq mramor juda go'zal. Mana mayda qalblarda qo'yilganlari bor. Mana qalbda qo'yiladi. Pechat olish kerak, zakazlarimiz bor. Zakaz qilsanglar bir hafta 10 kunda tayyorlab beramiz. Hozir sizlarga qanday pechat olishini ko'rsatib bermoqchiman. Mana hozir sizlarga pechat olishni ko'rsatib beraman. Mana kley bor. Kley surkaymiz. Kley surkab turib. Hamma yo'g'iga bir xilda kley surkab olamiz. Zikrullo yaqinroqdan ko'rsatib qo'ying. Kley surkab olamiz. Surkab olib, hozir ko'rasizlar. Mana. Surkab oldik kleyni. Endi buni olamiz. Olib bunga qo'yamiz. Ustiga yana bitta stepanoz qo'yib olamiz. Nimaga? Mana yaqinroq ko'rsating. Videoga oladigan oshnamiz, yangi oshnamiz endi hatto g'alati chiqqan bo'lsa uzr so'raymiz. Mana oshiqcha kilesini bu olib oladi. Chunki hozir qopqoqqa yopishib qolmaslik uchun ko'rsatib beramiz. Urib olamiz, press qilib oldik. Endi buni olamiz. Bitta oshiqcha qo'yganimizni ham olib olamiz. Hozir ko'rasizlar qanaqa go'zal chiqqanini. Qarang. Ko'rishlar. Mana yaqinroqdan ko'rsatib oling. Ko'rishlar mumkin. Mana tomirlaridan juda go'zal chiqqan. Bu faqat oq qora tomirli emas. Demoqchi bo'lganim faqat shu rangda emas, qorasi bor. Xudo xolasa rangini ahamiyati yo'q. Qo'ldan kelgancha zakaz qilsalar chiqarib beraveramiz. Videoda oxirida rasmlarni ko'p qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar.